وای به تو زدن. Bugun shanba tongida AQSh va Isroil Eronga zarbalar berishni boshladi va afsuski Yaqin Sharqda yangi urushni boshlab berishdi. Prezident Donald Trampning aytishicha, bu amaliyot AQShga xavf solayotgan xavfsizlik tahdidini bartaraf qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaatida Tramp Washingtonning Eron bilan o'nlab yillik ziddiyatlarini esladi. U eronliklarni bombalar har joyga tushishi mumkin deya panoh joyda qolishga chaqirdi. Biroq u shunday qo'shimcha qildi: "Biz ishni tugatganimizdan so'ng hukumatingizni qo'lga oling. U sizniki bo'ladi. Balki bu avlodlar davomidagi yagona imkoniyatingizdir." Shuningdek, Tramp Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi kerakligini va buning oldini olishini aytdi. "Biz ularning raketalarini yo'q qilamiz va raketa sanoatini to'liq vayron qilamiz. Biz ularning harbiy dengiz kuchlarini yo'q qilamiz. Biz Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlaymiz", dedi Tramp. AQSh harbiylari ham Erondagi nishonlarga qarshi qator zarbalarni boshlaganini bildirgan. Havo va dengiz amaliyotlarining qamrovi aniq emas. Amaliyot bir necha kun davom etishi kutilmoqda. Pentagon operatsiyani Operation Epic Fury, g'azab operatsiyasi deb nomlagan. Amaliyot doirasidagi birinchi zarbalar to'lqini asosan eronlik rasmiy shaxslarni nishonga olgan, dedi masaladan xabardor manba. Isroillik rasmiyning aytishicha, Eron oliy rahbari Oyatulloh al-Xomanaiy va prezident Mas'ud Pezeshkian ham nishonga olingan, ammo zarbalar natijasi aniq emas. Bundan avval Reuters va New York Times manbalari Xomanaiy Tehronda emasligi va xavfsiz joyga ko'chirilganini aytgandi. Eron hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, Inqilobiy gvardiyaning bir necha yuqori lavozimli qo'mondonlari va siyosiy amaldorlar halok bo'lgan. Lekin bu ma'lumotlar rasman tasdiqlanmadi. Eron Inqilobiy gvardiyasi Isroilga qarshi javob tariqasida raketa va dronlardan iborat birinchi to'lqin hujumlar boshlanganini bildirdi. Xususan, Eronning yarim rasmiy Fars axborot agentligi xabar berishicha, eronliklar tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumlari mintaqadagi AQSh harbiy bazalarini nishonga olgan. Xabarda aytilishicha, hujumlar Qatardagi Al-Udayd aviabazasi, Kuvaytdagi Ali al-Salam aviabazasi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Ad-Dafra aviabazasi hamda Bahraynda joylashgan AQSh 5-flota qarorgohini qamrab olgan. Shundan so'ng Bahrayn AQSh 5-flota xizmat ko'rsatish markaziga raketa hujumi uyushtirilganini ma'lum qildi. Bahrayndagi guvohlar tomonidan olingan videolarda kichik orol davlati sohili yaqinidan qalin kulrang tutun ko'tarilayotgani, sirenalar yangrayotgani ko'ringan. Ko'plab guvohlar Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabining turli hududlarida kuchli portlashlar ovozlarini eshitgan. Ad-Dafra va Botin tumanlaridagi boshqa guvohlar ham kuchli portlashlarni eshitgan. Amirliklar Mudofaa vazirligi bayonotida Eron tomonidan uchirilgan bir necha ballistik raketalar urib tushirilgani, shuningdek poytaxt Abu Dabida tushgan parchalar oqibatida bir kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bu keskinlashuvga javob qaytarish va o'z hududini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish huquqini eslatgan. Qo'shni arab davlati Qatar esa mamlakatga qaratilgan barcha raketalar urib tushirilganini ma'lum qildi. Eronning Xorg oroli yaqinida ham portlashlar eshitildi. Eron xom neftining 90%ni Xorg, Tor-Xurmuz bo'g'ozi orqali eksport qiladi. Eron va uning ko'p yillik raqiblari o'rtasidagi yangilangan to'qnashuv Tehronning G'arb bilan yadroviy bahsi bo'yicha diplomatik yechim topish umidlarini yanada so'ndirdi. Bu hafta AQSh va Eron o'rtasida o'tgan 3-bilvosita muzokaralar yangi urushning oldini olishi mumkin bo'lgan yutuq bermadi. Jahon aviakompaniyalari Yaqin Sharq bo'ylab parvozlarni bekor qildi. Butun Fors ko'rfazi bo'ylab deyarli barcha davlatlar havo hududini yopgan. Guvohlarning aytishicha, Eronda odamlar banklardan naqd pul olish uchun shoshmoqda. Shaharlarda yonilg'i qo'yish shoxobchalari oldida uzun navbatlar paydo bo'ldi. Ko'pchilik internet uzilishi ehtimolidan ham xavotirda. Isroillik mudofaa rasmiysi operatsiya Washington bilan oylab muvofiqlashtirilgan holda rejalanganini, boshlash sanasi esa haftalar oldin belgilanganini bildirdi. Isroil harbiylari maktablar va ish joylarini yopishini va jamoat havo hududini taqiqlashni e'lon qildi. Isroil fuqarolik parvozlari uchun havo hududini yopdi. AQSh va Eron fevralda yadroviy bahsni hal qilish maqsadida muzokaralarni yangilagan edi.
Eron atom bombalarini qidirayotganini rad etib, sanksiyalar bekor qilinishi evaziga yadroviy dasturni cheklashni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan, ammo raketa masalasini bog'lashni rad etgandi. دیروز روز 22 بهمن امسال Eron Islom Respublikasi Oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomenei AQSh va Isroilning shanba kungi zarbalari oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda dastlab Reuters agentligi Isroil rasmiylariga asoslanib xabar tarqatgandi. Keyinroq AQSh prezidenti Donald Tramp ham bu haqda yozib chiqdi. U Xomeneini tarixdagi eng yovuz kishilardan biri deb atab, endi Eron xalqida o'z mamlakatini qaytarib olishga katta imkoniyat paydo bo'lganini aytgan. U Eron politsiyasi va Islom inqilobi muhofizlari korpusi a'zolarini Eron xalqi tomoniga o'tishga chaqirgan. Tramp Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish uchun Eron bo'ylab zarbalar davom etishini qo'shimcha qilgan. Ko'p o'tmay Eron davlat televiziyasidagi oliy rahbarning o'limi haqidagi rasmiy bayonot o'qib eshittirildi. Mamlakatda 40 kunlik motam e'lon qilindi. و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت Unda Xomenei hujum vaqtida o'z ish joyida, ya'ni qarorgohida bo'lgani aytiladi. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi ham Xomeneining o'limi haqida bayonot bergan. Unda bu voqea Eronni yanada qat'iyatli qilishi bildirilgan. Ali Xomenei 86 yoshda edi. U 1979-yilda Eronda shohlar hokimiyati ag'darilishiga olib kelgan Islom inqilobi yetakchisi Rasululloh Xumayniyning izdoshlaridan bo'lgan va 1989-yilda uning vafotidan keyin Eron oliy rahbariga aylanib, 36 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgandi. Eron AQShning Abu Dabidagi aviabazasiga javob zarbalari yo'llagach, Birlashgan Arab Amirliklari Yaqin Sharq mojarosining markazida qoldi. Harbiy obyektlardan tashqari Dubay va Abu Dabidagi fuqarolik obyektlari ham zarbalarga duch keldi. Eronning maqsadi Abu Dabidan 30 km uzoqlikda joylashgan Al-Dafra aviabazasi bo'lgandi. Biroq portlashlar nafaqat baza hududida, balki Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti hamda Dubay shaharlarida ham sodir bo'ldi. Reuters agentligining ma'lumot berishicha, muhtasham Dubay Marina tumani hududida portlashlar qayd etilgan. Abu Dabida raketa qoldiqlari tushishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan. Havo hujumidan mudofaa tizimi Dubay osmonida bir nechta Eron raketalarini urib tushirdi. Xabarlarga ko'ra, raketalardan biri Palma Jumayra orolidagi Atlantis The Royal mehmonxonasi ustida urib tushirilgan. Mo'jiza tufayli hech kimga zarar yetmagan. Guvohlar shuningdek Fairmont the Palm, Five mehmonxonalari va Adagio mehmonxonasi yaqinidagi bino hududida ham portlashlar bo'lganini aytishmoqda. Yana bir raketa Abu Dabidagi Al-Raha Beach Resort Spa kurorti va balandligi 250 metrli Ayn Dubai charxpalagi yaqinida urib tushirildi. Qator ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Dubayda joylashgan dunyodagi eng baland bino Burj Xalifadan odamlar evakuatsiya qilingan. Shaharda taksi xizmatida muammolar paydo bo'lgan. Ko'plab do'konlar yopib qo'yilgan. Xabar qilinishicha, portlashlardan eng ko'p aviaqatnovlar jabr ko'rgan. Kun o'rtasiga kelib, 100 ga yaqin aviareys bekor qilingan va bu raqam o'sib bormoqda. Mintaqa qaynoq nuqtaga aylangani bois qator aviakompaniyalar, jumladan Emirates, Fly Dubai, Qatar Airways, Air India parvozlarini to'xtatdi. Dubay xalqaro aeroporti va Al Maktum aeroporti faoliyati to'xtatildi. Reyslar qabul qilinmayapti va parvoz qilmayapti. Aholi va shahar mehmonlaridan aeroportlarga kelmaslik so'ralgan.